Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlarim, aziz obunachilarim, endigina kanalimga kirib kuzatayotgan aziz mehmonjonlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Videolar orqali yana bir bor ko'rishib turganimdan behad xursandman. Sizlar uchun bugun ajoyib video qildim. Yoqadi degan umiddaman. Uy sharoitida KFC tayyorlab beraman va albatta videomni oxirigacha ko'ring. Endi yoqsa albatta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying azizlarim. Video davomida qanaqa qilib tayyorlashni aytib o'tib ketaman. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz azizlarim. Avvalambor o'zimizga kerakli hamma mahsulotlarimizni yig'ib oldik, oldimizga yig'ib qo'ydik stolimiz ustiga. Endi esa ishimizni boshlaymiz. Avvalambor mana tovuq go'shtining feri so'm joyini olamiz. Ferisini tush joyidan foydalansangiz juda ham zo'r bo'ladi. Endi esa idishimizga suvimizni quyib olamiz, oddiy idishimizga. Birin-ketinlikda tayyorlatib olgan qizil paprikamizni solib olamiz. Buni ichida murchlarimiz ham bor. Mana murchimizni ham solib olamiz. Murchimizni ozroq solamiz, chunki farzandlarim achchiqni uncha xohlamasdi. Endi esa shu tuzimizni solib olamiz. Tuzimiz ko'proq solishimiz kerak va 2 osh qoshiq soyamizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz bir xil massa hosil bo'lguncha. Iloj bo'lsa tuzini ko'proq soling azizlarim, chunki solgan go'shtimiz, sousimizga solib qo'yadigan go'shtimiz tuzini o'ziga tartib olishi kerak, ko'proq tuz solamiz. Endi esa tovuq feralarimizni hammasini chiroyli qilib birin-ketinlikda bo'lib olamiz. Iloj bo'lsa tovuq feralarini mana shunaqa hozir qanaqa qilib kessam, ana shunaqa qilib qalinroq, uzunroq shaklda qilib olsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Mana shunaqa qilib kesib olamiz. Mana shunaqa bo'lsa, iloji boricha juda ham chiroyli va yaxshi pishib chiqadi. Pishib chiqishi uchun ham iloji boricha unday katta emas, maydaroq qilib kesib olasiz azizlarim. Mana xuddi shunday qilib iloji boricha to'g'rab olamiz go'shtlarimizni. Endi esa tayyorlab olgan sousimizni ichiga solib olamiz go'shtlarimizni. Qolgan go'shtimizni ham xuddi shunday qilib to'g'rab olamiz azizlarim. Mana shunaqa sum joyidan qilsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Qanotchalaridan qilsangiz ham bo'ladi, tovuqning oyoqchalaridan qilsangiz ham bo'ladi. Lekin eng yaxshi pishadigan joyi mana shu tovuq ferisining tush degan joyi bor. Oldidagi ana shu yeri juda ham zo'r chiqadi. Xohlasangiz ana shu yeridan qilib ko'ring. Mana qolganini ham solib oldik. Endi esa yaxshilab aralashtirib tavog'imizni sousimizga so'yganimizdan keyin kamida 4 soat yoki 3 soat undan ziyodroq qo'yib qo'yishimiz kerak. Og'ziga iloj bo'lsa strich qilib qo'yamiz. Mana strichimizni tortib qo'yamiz. 3 soat 4 soat qo'yib qo'yamiz tavog'imizni, dishimizni. Mana shunday qilib go'shtlarimiz sousni o'ziga singib oladi va sousidan qo'yib qo'yganimizdan keyin ham albatta ko'rsataman qanday holatga kelishini. Mana oradan 4 soat vaqt o'tdi azizlarim. Mana go'shtimiz sousni o'ziga singib olib, mana shu darajada kattarib go'shtlarimiz qarang, chiroyli holga kelgan. Endi esa bitta tarelkamizga unimizni solib olamiz va tayyorlatib olgan paprikalarimizdan buni ichiga zira murchlarini ham solib yuborgan, hammasini aralashtirib tayyorlatib olganman azizlarim. Mana shuni unimizga yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Endi esa mana go'shtlarimizni solib olamiz. Endi esa iloji boricha qo'lingiz bilan ham qilsangiz bo'ladi, chunki qo'lingiz qulayroq deb hisoblayman. Chunki o'zingiz yeydigan narsa albatta qo'limizni yuvib tozalab qilamiz. Mana qolgan go'shtlarimizni ham idishlarimizdan olamiz va mana shunday qilib unimizga bo'ylab olamiz. Mana endi esa mana videodan olishdan oldin qolganini ko'prog'ini qilgandim. Endi esa qolganini ham qilib ko'rsatdim. Boshini qilganimni video olib qolib ketibdi, kameramiz o'chib qolibdi, olinmabdi. Keyin qolganini qilib ko'rsatdim azizlarim. Mana qolgan sousimizni to'kib tashlamaymiz. Unga bo'lib olgan go'shtimizni yana bir sousimizni ichiga quyib olamiz, solib olamiz. Mana shunday qilib. Mana solib olamiz hammasini. Ana ko'ryapsizmi? Endi esa sousdan qaytadan go'shtlarimizni olamiz. Hamma joyini ishlab tashlamaymiz, chunki hamma joyini ishlab tashlasangiz xamir bo'lib qoladi. Mana shunday olamiz va avaylabgina unimizni sepamiz.
keyin ishlashingiz mumkin. Mana. Chunki yuzidagi xamiri ketib qolishi kerak emas. Ikkinchi qavati ham xuddi shunday bo'lib chiqishi kerak. Mana. Kepsizlarimizni mana zirali unimizga yaxshilab buylab olamiz. Ta'mi juda ham zo'r bo'ladi azizlarim. Tayyorlab ko'ringizlar. Juda ham oson, qiyin emas bekajonlar. Ko'chadan sotib olib yegandan ko'ra o'zingiz tayyorlab yeganingiz juda ham qulay va juda ham mazali chiqadi. Endi esa idishimizga yog'imizni quyib olganmiz. Mana va gazimiz tayin yoqib, yashirib yog'imizni qizdirib olganmiz. Endi esa qizigan yog'imizga tayyor bo'lgan kepsilarimizni solib olamiz va yaxshilab pishirib olamiz. Kamida 5 minut pishsa, ichi ham pishib chiqadi. 5 minut. Agar tovuq oyoqchalarini pishirsangiz 8 minut pishiring. Agar qanotchalarini pishirsangiz 5, 6, 7 minut ketadi. Mana shunaqa tush joylariga 5 minut davomida yaxshilab qovurib, qizil qilib pishirib olamiz azizlarim. Endi esa mana qotdi. Qotmasi qo'zg'ab yubormang. Qotgandan keyin qo'zg'asangiz juda ham zo'r chiqadi. Qotmasi qo'zg'ab yuborsangiz xamirlari ko'chib ketishi mumkin. Mana. Endi esa mana xamirimiz ancha qotib qoldi. Endi esa u tomonini bu tomonini yaxshilab qizartirib, chiroyli qilib pishirib olamiz azizlarim. Aziz bekajonlar, aziz obunachilarim, kanalimiz yangi, kanalimizga obuna bo'lib like bosib qo'ying. Sizning bosgan like'ingiz, obunangiz bizlar uchun katta yordam. Bu degani pul chiqadi, pul zo'r ishlayman degani emas, lekin videolarimiz kengroq va ko'proq kishilarga tarqaydi. Shuning uchun albatta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying azizlarim. Mana juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Mana ko'rishingiz mumkin azizlarim. Endi esa birin-ketinlik bilan tarelkalarimizga olib olamiz. O'zingiz uy sharoitida qiling, juda ham zo'r chiqadi go'zallarim, azizlarim, bekajonlar. Mana. Bir resini pishirib oldik. Endi esa ikkinchi resini ham, uchinchi resini ham xuddi mana shunaqa qilib pishirib olasiz. 5 minut davomida yaxshilab issiq yog'ga qovurib olamiz. Videolarim ancha kamayib ketgan. Iloji boricha video qilyapman. Sizlarni juda ham sog'inganman. YouTube'ga video qilib, video joylashni juda ham sog'inganman. Iloji boricha video qilyapman, lekin ishlarim juda ham ko'payib ketgan. Shu kunlarda ishdan vaqt ajrata olmayapman video qilishga. Lekin aziz obunachilarim, har kuni videoyimga kirib, like bosib, obuna bo'layotganlarga mingdan ming tashakkurlar aytaman, azizlarim. Boriga shukr, mayli. Asta-asta hammasi bo'layapti. Videoyim ham bo'layapti, ishim ham bo'layapti. Xudoga shukr qilamiz, nolimaymiz inshaalloh. Bundan keyin ham hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ikkinchi resini ham xuddi shunday qilib qizil qilib pishirib oldim, azizlarim. Mana kepsizlarimiz ham tayyor bo'ldi. 2 tarelka chiqdi, bir tarelkasini video qildim, bir tarelkasini birinchi qovurib pishirib olganlarimni farzandlarimga berdim, yeyishyapti. Bu esa ikkinchi resi, uchinchi resi qovurib olganlarim azizlarim. Juda ham zo'r, juda ham mazali. Agar farzandlaringiz yosh bo'lsa, achchiqroqni kamroq soling, chunki yeyolmasligi mumkin. Agar o'zingiz turmush o'rtog'ingiz uchun tayyorlayotgan bo'lsangiz, bemalol achchig'ini, murchini ko'proq qo'shishingiz mumkin sousiga. Mana azizlarim, juda ham zo'r, juda ham mazali. Yaxshi bitta sous tayyorlaysiz o'zingiz uyda, mana. Bemalol qo'shib, mana juda ham zo'r pishib chiqqan. Ichlarigacha pishib chiqqan. Azizlarim, yoqqan bo'lsa albatta like tugmasini bosib qo'ying. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r. Azizlarim, videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib, obuna tugmasini bosib qo'ying. Sizning like'ingiz bizlar uchun yordam. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.